Уважаемый министр МВД, Март вылез kerak. на прочность, на его работу, как он работает, чем занимается. Он очень многими плохими делами занимается. Я, Шавкат Мирамович, вас прошу, чтобы разобраться. Ни за что моего сына посадили на 10 dней. Yo'l telefon qiladik-ku boyagi onlayn sud qilganda. Ha, Boyagi 3 ta bola bor, 3 ta bola. ha. 3 ta bola, короче, kelib, baqir-chaqir qilib, domda butun tinchligimizni buzdi deb aytasiz, davom bor deysiz, tushundingizmi? Ha. Посадили ни за что на 10 sutок. Bizlarni yoshlarni olib borib qamayapti. Nima uchun qamaganimni bilmadim men. Noqonuniy ishlar bilan, hamkorlik bilan yoshlarni qamab kelyapti. Aka-ukalar 35 yildan beri. 35 yildan beri bir oiladan komitet. Ha, bir oila. Mustaqil boshidan shular komitet bo'lib kelyapti. Buni ham qamatdilar. Ularga qarshi chiqqanlarni hammasini qamatyapti. Men Samarqand tuman Sharof Rashidov mahallasining fuqarosiman. Shu mahallada yashab kelyapman men. Yoshim 74 dan. Ismingiz nima? Ismim Jo'raqulov Naim. Mahallaning notinchligidan men Shavkat Miromonovichga murojaat qilyapman. Qishloqni nohaqdan qamagani uchun majburan men shu ishni qilyapman. Assalomu alaykum hurmatli mahalladoshlar. Mana mahallani orqasini ahvolini qarang. Trubalar yiqilib yotibdi. Hech kimning ishi yo'q. Mahalla komiteti uchastkovoy bilan birga shu ularga qarshi chiqqanlarni hammasini qamatyapti. Nimaga qarshi chiqyapti ularga? Sababi nima? Sababi işte bu mahalla komiteti boshqa bo'lishni bizlar xohlayapmiz. U o'z avlodi bilan birga shu mahallaga ishlab kelyapti. O odam necha yildan beri komitet? U aka-ukalar 35 yildan beri. 35 yildan beri bir oiladan komitet. Ha, bir oila. Mustaqil boshidan shular komitet bo'lib kelyapti. Ha, avval akasi, keyin ukasi shunday. Ha, shunday. Mana oxirgi nomzodni qo'ydik. Oxirgi nomzod deb Zokirov Murodov Zokirni qo'ymoqchi edik. Buni ham tuhmat bilan buni ham qamatdilar 10 sutkaga. O'z tog'asini ishtirib, bunga qarshi chiqarib, buni ham qamatdilar. Jami necha kishini qamatdi bular? 5 kishini. Shularning orasida sizning nevaralaringiz ham bormi? Bor, 3 tasi bor. Nevaralaringizni qanday qamatadi? Ama nima deydi? Bu mahalla komiteti Xo'p. uydan bularni chaqirib kelib, uyimiz mahallani oldiga dom bor. Xo'p. Oyoqi suyuq ayollarni chaqirib, uchastkovoy bilan birga tuhmat qilib bularni 7 sutkadan hammasini qamatdi, uchovini ham. Baqir chaqir qilding deydi. Ha. Yolg'on tuhmat qilib. Buni zapisi ham bor. Ha, naz fotonazim yaxshimisiz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O kim yozyapti uni ustidan domda nima gap bo'libdi? Nima uchun tammani olib ketyapsizlar aka? Bu maqsad bir narsada. Mana qarang, sizga o'z telefon qiladik-ku boyagi onlayn sud qilganda. Ha. Boyagi 3 ta bola bor, 3 ta bola. Ha. 3 ta bola, короче, kelib, baqir-chaqir qilib, domda butun tinchligimizni buzdi deb aytasiz, davom bor deysiz, tushundingizmi? Ha. Sudya bilan gaplashasiz, onlayndan qo'yib beraman, telefoningiz yoqib tursin. Onlayn gapirganda umuman vahshiy kechasidan kelib bezor qildi bizlarni. Baqir-chaqir boyagi onasi bilan uni keyin topib o'tkazamiz, bular haqida aniqlatmang, keldi. Birov uyiga tinchligimizni buzdi, mas'ul deb aytasiz. Ha. Xo'p, mayli-ku, lekin telmani bizni domdan kim yozyapti? Bizni domdan. Domdan emas, aniq Domdan bilmayman. bu telefon qilyapti menga. Domdan ayollar yozibdi deb. Telefonda bu gaplashamiz, opa. Xo'p, mayli, ha. Nima? Biz mana shu mahallamizni Saidov Baxtiyorda biron tekshirayotgan odam bormi? Bular oilaviy shu mahallaga komitet deb kelyapti. Biron natija yo'q. Bular hamma odamlarni qo'rqitib, hamkorlik bilan bolalarni qamatib kelyapti. Bularni tekshirayotgan odam bormi, yo'qmi? Mana bu Naimov Sanjar Umedovich. Meni nevaram, uchinchisi. Ikkitasi Surxondaryoga ishlayapti. Kelolmaydi. Mana buni nohaqdan uydan komitet chaqirib kelib, domda oldiga
uchastkavoy bilan birga ayollarni chaqirib noardan tuhmat qilib qamadi 7 sutga. Meni murojaatim ichki ishlar vaziriga bo'ladi. Aziz Anvarovga. Mana bizning mahalla uchastkavoyi noqonuniy ishlar bilan hamkorlik bilan yoshlarni qamab kelyapti. Bularni tekshirayotgan odam bormi, yo'qmi? Man Naimov Sanjar uyga yedim. Komitet milisa bilan keldi. Domga olib bordi, rasm-pasm tushirib, bu qildi. O'sha yerdan keyin birdan sudxonaga olib bordi. Sudxonaga onlayn tarzda telefon onlayn sud qilib qamashdi 7 sutka. Nima uchun qamaganimni bilmadim men. Nima sababdan? Narsa qilmagan bo'lsak, hech ish qilmagan bo'lsak, nima uchun unday qildi? Bironta odam bormi shuni nima qilib ko'rishgan? Mana uchastkavoyimiz Asana 6 yoshmi 7 yoshda bolasi bilan yuradi. O'zini bolasi bilan. O'zini bolasi bilan. Kunda qo'liga kishang solsa, bolasini birga borib kishang soladi. Я Даниэла Мухайбаярона. Я Самарканд. Я живу в Самарканде, Тумане, в совхозе. Ну, сейчас Шаев Рашидов встал, я там живу, в этом махале. Да. Так, я почему вышла с такими своими разговорами? Так вышла, потому что моего сына Мурадова Зокира посадили ни за что на 10 суток. Наш махаллинский раис и участковый Акмал. Ага. Да, участковый Акмал. За то, что его выдвигали на комитетский пост. На комитетский пост, да. Они, чтобы его не было комитетом, они его закрыли на 10 дней. Ни за что. Я, Шавкат Мирамович, вас прошу, чтобы разобраться. Ни за что моего сына посадили на 10 дней. Со мной было плохо, я лежала в больнице в Хаваси. Вот, раз так можно, они очень многих сажают. Еще его было два товарища рядом, которые его поддерживали. Они его тоже, одного посадили на 7 суток, а то дедушки на троих, это самое, его племянников посадили на 10 суток тоже, чтобы ему не помогали. Да. У него есть видео, которое он там перед народом обещал кое-что многое сделать, а это им не понравилось. Прошу разобраться и вынести наказание. Мое обращение к вам. Пожалуйста, проверьте это Вавакулова Акмала на прочность, на его работу, как он работает, чем занимается. Он очень многими плохими делами занимается. Я прошу его снять с работы. Всех вас прошу, проверить его на прочность, на все. С кадровой стороны, даже он не заслужит этого места. Hurmatli vazir, milisa bizlarga nima uchun kerak? Xalqni himoya qilish kerak. Bu himoya qilishni o'rniga bizlarni yoshlarni olib borib qamayapti. Akmalni ilojli tekshirib, shu lavozimdan olib tashlanglar. Agar men qarshi chiqsam, agar komitetga meni aybdor bo'lsam, meni qamasin. Nevaralarimda nima aybi bor? Ularni qamaydi. Inson mard bo'lishi kerak. Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar. Mana mahallani orqasini ahvolini qaranglar. Trubalar yiqilib yotibdi. Hech kimning ishi yo'q.